Islomda farzandlarning huquqlari rioya qilingan bo'lib, bular ularni ota-onalari yoki qarindoshlariga, yaqin qarindoshlariga yoki yashayotgan jamiyatlariga vazifa qilib yuklatilgandir. Bu haqlarni ado etish vojib bo'lib, unga amal qilish majburiydir. Qarang azizlar, butun dunyoda hozir bolalarning huquqlarini himoya qilish tashkilotlari chiqdi. Lekin bu tashkilotlarning paydo bo'lganiga hech qancha bo'lgani yo'q. Inson huquqlari yoki bolalarning huquqlarini himoya qilish tashkiloti. Lekin 1400 yildan oldinroq islom bolalar huquqini himoyasiga olishlikka amr qildi. Bolalarning huquqlariga ota-ona bo'lmasa uning yaqin qarindoshlari, agar hech kim yo'q bo'lsa, jamiyat orqali uning haqqini ado qilishlik vojib qilib yuklatilib qo'ydi. Hatto ota-onasi yo'q bo'lgan bolani ham haqqini rioya qilishlikka buyurayotgan go'zal islom dinimiz bor. Mana shu dinda vakili yoki vakilasi bo'lib yaratilganligimiz uchun Allohga shukronalar aytamiz. Farzandlarning qanday huquqlari bor? Ulamolarimiz bu savolga turli javoblarni berdilar. Har xil kitoblarda aytilindi. Shulardan eng asosiylarini biz terib sizlarga yetkazmoqchimiz. Eng birinchi haq nasab haqqi. Nasab, nikohning asl maqsadlaridan biri ham nasl va nasabni saqlashdir. Busiz oila ham, jamiyat ham bo'lmaydi. Ota-onasi nikohdan o'tgan, halol pok yashagandagina farzandning nasabi aniq va pok bo'ladi. Ya'ni nikoh ila bolani dunyoga keltirmoqlik, nasabni saqlash degani. Zinodan saqlanishlik, valadi zinoni dunyoga keltirishdan saqlanishlik. Chunki agar pok nikoh bo'lsagina uni nasabi, uni ota-onasi aniqlanadi. Agar bunday bo'lmasa, nasab masalalari aralashib ketadi. Mana shunga albatta rioya qilishligimiz uchun ham nikohga qattiq ahamiyat berilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni shuning uchun sifatlarini gapirganimizda aytamizki, u zot barakotni Odam alayhisalomdan to otalari Abdulloh ibn Abdul Muttallibga qadar silsilasini o'rganib chiqsak, birortasida sifohlik bo'lmagan ekan. Ya'ni birorta ajdodlarida benikoh turmush bo'lmagan ekan. Hatto islomdan avval ham o'z davrlarini diniy qarashlariga muvofiq ular nikohlanib turmush qurishgan ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ajdodlari silsilasini birortasida benikoh, zinodan tug'ilishlik bo'lmagan ekan. Alloh buni ahamiyatli bo'lganligi uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni mana shunday pok holatda ajdodini saqlab keldilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hurmatlaridan. Biz ham azizlar, avlod nasabni saqlamoqligimiz uchun albatta nikoh ila turmush qurishlikka va nikoh ila bolalarimizni dunyoga keltirishlikka majburmiz. Bu bolalarni